Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan Ahlorbek Abdulmanopov genetika faniga kirish, genetikani mohiyati, gameta olish mavzulari bilan birgalikda tanishamiz. Qani boshladik. Demak, genetika. Genetika so'zining ma'nosi tug'ilish, kelib chiqishga ma'noni anglatadi. Tug'ilish, kelib chiqish. Genetika atamasini fanga 1906-yilda Betson tomonidan kiritilgan. Betson fanga kiritilgan. Genetika o'z ichiga ikkita muhim bo'lgan jarayon, irsiyat va o'zgaruvchanlikni o'z ichiga oladi. Genetikaning eng asosiy ikkita jarayoni, birinchisi irsiyat, ikkinchisi o'zgaruvchanlik. Birma-bir to'xtalib ketamiz irsiyat va o'zgaruvchanlikka. Demak, irsiyat bu turni turg'unligini ta'minlaydi. Ya'ni belgi xususiyatlarini o'zgarmagan holatda nasldan naslga o'tishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham buni biz irsiyat deb ataymiz. Endi ikkinchi jarayonimiz bor, bu o'zgaruvchanlik. Bu turni xilligini ta'minlaydi. O'zgaruvchanlik hisobiga organizmlar tashqi muhitga doimiy ravishda moslashishi yangi belgi xususiyatlarni namoyon qiladi. Demak, birinchi genetika tarkibiga qaraydigan bo'lsak, qanaqa ma'noni anglatadi? Gen va etika ajratib oladigan bo'lsak, asos gen va etika. Demak, birinchi bo'lib asosdan gen so'zini alohida qilib ajratib olsak. Gen nima? Demak, gen deb bir molekula oqsil sinteziga javobgar bo'lgan DNKdagi nukleotidlar qatoriga aytiladi. Demak, gen deb bir molekula oqsil sinteziga javobgar bo'lgan DNKdagi nukleotidlar qatori. Demak, gen bu DNKda joylashgan irsiy axborot. Ya'ni qanday holatda amalga oshadi? Aytaylik, DNK molekulasida irsiy axborot joylashgan. Xo'p, unda genlar joylashgan. Aytaylik, mana bu qismda A geni joylashgan deb tasavvur qilsak. A gen bu bir molekula oqsilni sinteziga javobgar. Demak, oqsil esa belgini yuzaga chiqaradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, gen bu belgi. Ya'ni DNKdagi irsiy axborot asosidagi sintezlangan oqsillar organizmda belgilarni yuzaga chiqaradi. Biz shunday xulosa qilamiz. Demak, bitta gen molekulasi bu bitta belgi deb tasavvur qilsak bo'ladi. Demak, genlar belgilarni yuzaga chiqarar ekan. Endi organizmda genlar qanday ifoda qilinadi, qanday yuzaga chiqadi? Demak, bizdagi irsiy axborot gen bu belgi. Demak, bitta gen bu belgini yuzaga chiqaradi. Genlar shu belgini yuzaga chiqarish vazifasini bajaradi deydigan bo'lsak. Gen belgini yuzaga chiqaruvchi irsiy axborot. Genlar doimo juft holatda yuzaga chiqadi. Nimaga desalaring, bilamiz bizda irsiy axborot genlar DNK zanjirida joylashgan. DNK esa ikkita yana qo'sh zanjirdan iborat. Aytaylik, mana bu qismdan mana bu qismda A geni joylashgan bo'lsa, albatta uni komplement qismi DNKning ikkinchi zanjirida joylashgan. Shuning uchun doimo genlar juft holatda yuzaga chiqadi deb aytamiz. Umumiy holatda gen tushunchasiga to'xtalib oldik. Endi genetika fanida qo'llanadigan atamalar va simvollarga to'xtalamiz. Demak, birinchi belgimiz urg'ochi organizm belgisi. Ya'ni Venera zuhrosining ko'zgusi. Ikkinchi belgimiz erkak organizm belgisi.
Mars qalqoni va nayzasi. Parents. Ota, ona. Filio. Bu farzand. G, ya'ni gameta. Gameta. X. Chatishtirish belgisi. Asosiy simvollarimiz parentes, filio, gameta, chatishtirish belgisi. Atamalarga o'tamiz endi. Demak, davom et. Allel. Juft gen degan. Masalan, ko'k ko'z. Buni jufti qo'y ko'z. Baland poya. Buni jufti dedik kalta poya. Ya'ni allel degani shu genning juft holatdagi belgisi. Baland poya, kalta poya, qo'y ko'z, ko'k ko'z. Demak, bular bir-biriga juft genlar. Shuning uchun ham bularni biz allel genlar deb ataymiz. Ikkinchisi noallel gen. Noallel gen. Ya'ni juft bo'lmagan gen. Masalan, noallel genga silliq soch, qo'y ko'z. Ikkalasi bir-biriga noallel gen yoki qizil gul, baland poya. Demak, bu genlar bir-biriga noallel genlar hisoblanadi. Demak, allel va noallel genlar tushunchamizga to'xtalib oldik. Keyingi tushunchamiz. Demak, gomo so'ziga to'xtalamiz. Gomo. Demak, gomo degani bir xil. Ikkinchi tushunchamiz. Hetero. Har xil. Gomo degani bir xil, hetero degani har xil. Keyingi tushunchamiz. Dominant. Dominant so'zining ma'nosi ustunlik qiluvchi. Ikkinchi so'zimiz recessive. Ya'ni recessiv. Ortga chekinuvchi. Davom etamiz. Demak, genlarni ifodalash. Biz genlarni ifodalash uchun lotin harflaridan foydalanamiz. Demak, genda kuchi bor dedik. Demak, genning kuchiga qarab dominant va resessivga bo'lamiz genlarni. Genlarni ikki guruhga bo'ldik. Dominant genlar va resessiv genlarga ajratdik. Dominant genlarni lotin harfida bosh harf bilan belgilaymiz. Bosh harf. Resessiv genlarni esa lotin harfida kichik harflar bilan belgilaymiz. Shunga qarab, masalan, qo'y ko'z. Bu gen kuchiga ko'ra dominant gen bo'lganligi uchun bosh harf bilan belgilaymiz. Endi har bir genni belgilashda o'z jufti shu harfning kichkinasidan belgilanadi. Ya'ni allelning jufti shu harfning kichkinasidan belgilanadi. Ya'ni buni jufti ko'k ko'z. Demak, ko'k ko'zlik resessiv a bilan belgilanadi, ya'ni kichkina a harfi bilan belgilanadi. Demak, dominant genlarni bosh harf bilan, resessiv genlarni esa kichkina harflar bilan belgilaymiz. Biz boya to'xtalgandik. Demak, genlar juft holatda ifodalandik. Misol uchun, qo'y ko'zligini ifoda qilmoqchi bo'lsak, qo'y ko'z genotipini yozmoqchi bo'lsak, aytaylik, qo'y ko'zlik dominant a bilan belgilanadi. Shu gen desak, bu o'zi belgini yuzaga chiqara olmaydi, chunki aytganimizdek genlar ikkita zanjirda joylashgan DNKda. Shuning uchun qachonki u birgalikda a bilan birga kelganda qo'y ko'zligini yuzaga chiqaradi. Bu ham qo'y ko'z. Aytaylik, dominant a o'zi dominantlik qilgani uchun yonda resessiv bilan kelganda, bu ham qo'y ko'zligini yuzaga chiqaradi. Aytaylik, ko'k ko'zlikni ifoda qilmoqchi bo'lsak, ko'k ko'zlik resessiv gen bilan yuzaga chiqadi. O'zi yakka, ya'ni belgi yolg'iz holatda yuzaga chiqmaydi. Qachonki o'z jufti bilan bo'lganda yuzaga chiqadi. Demak, genlar juft holatdagina belgini yuzaga chiqaradi. Keyingi to'xtaladigan tushunchamiz gomozigota va heterozigota tushunchalari. Gomozigota. Demak, tarjima qilamiz. Gomo so'ziga to'xtalganda, gomo bir xil, zigota bu urug'langan tuxum hujayra. Umuman olganda, erkak urug'chi organizmdan bir xil genlarni olgan belgi hisoblanadi. Misol uchun, gomozigota ikki xil bo'ladi. Qanaqa? Gomozigota dominant, gomozigota resessiv. Gomozigota dominant va gomozigota resessiv. Demak, birinchi to'xtalamiz. Dominant degan joyiga qarab turib belgini kattaligini yozib olishimiz mumkin. Keyin gomo deganda bir xil, ya'ni zigota ikki tomondan bir xil genni olgan. Demak, mana bunday holatda. Xohlasangiz buni B bilan belgilangan holat farqi yo'q. Ya'ni ikkita dominant genni birgalikda kelishi gomozigota dominant. Keyingi to'xtalamiz resessiv degan joyga. Demak, gomozigota resessiv. Demak, resessiv genligini bilib olamiz. Demak, gomo deganligi uchun ikki tomondan bir xil genni olgan. Demak, gomozigota resessiv. Yoki buni misol uchun B bilan belgilangan holat. Keyingi atamamiz. Demak, heterozigota. Heterozigota.
o'z nomi bilan tarjima qiladigan bo'lsak, bu yerda hetero so'zi kelyapti. Hetero degani har xil. Zigota bu urug'langan tuxum hujayra, ya'ni ikkita urug'ochiq erkak organizmdan har xil genlarni olgan. Demak, genimiz o'zi ikki xil, dominant gen bor, resessiv gen bor. Demak, heterozigota ikki tomondan bir tarafdan dominant, bir tarafdan resessiv genni olgan bo'ladi. Shuning uchun ham heterozigota, ya'ni har xil genni olgan organizm desak bo'ladi. Xohlasangiz buni B harfi bilan, xohlasangiz D harfi bilan belgilashingiz mumkin. Ya'ni qaysi belgini ifodalashingizga qarab. Davom etamiz. Demak, gameta olishga to'xtalamiz. Gameta olish. Gameta o'zi nima? Gameta. Gameta bu ma'lum belgiga ega bo'lgan jinsiy hujayra. Ma'lum belgiga ega bo'lgan jinsiy hujayra. Masalan, ko'k ko'zlik. Demak, resessiv A. Ko'k ko'zli genni saqlayotgan, aytaylik, spermatozoid, ya'ni resessiv A genni o'zida saqlagan bu gameta. Ya'ni gaploid holatda. Bitta belgi misolida ketyapti. Yoki bo'lmasa qo'y ko'zlik genni saqlagan. Qo'y ko'zli genni saqlagan tuxum hujayra. Demak, gameta bu ma'lum belgiga ega bo'lgan jinsiy hujayra hisoblanadi. Gametalar doimiy ravishda n to'plamiga ega. Agar umumiy to'plam 2n bo'lsa. 2n to'plamli organizm gametasi n, 4n to'plamli organizm gametasi 2n, 6n to'plamli organizm gametasi 3n. Doimiy ravishda gameta shu to'plamning teng yarmiga teng bo'ladi, ya'ni ma'lum belgini o'zida saqlagan bo'ladi. Demak, gameta olishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib biz organizmlarni yozib olgandik. Gamazigota va heterozigota organizmlarga to'xtalishimiz kerak. Demak, gamazigota dominant organizm. Ikki tomondan dominant genni olgan organizm. Faqatgina undan bir xil, ya'ni dominant A gametasi hosil bo'ladi. Demak, umumiy holda bir xil gameta. Agar bir xil, bu xilga olganingizda tagiga olsangiz nechta gameta hosil bo'ladi? Doimiy ravishda 4 ta gameta. Nima uchun? Birlamchi jinsiy hujayra meyoz bo'lingan doimiy ravishda 4 ta gametani hosil qiladi. Xilga olganingizda hammasi bir xil, dominant A geni saqlaganligi uchun bir xil, lekin songa olganimizda 4 ta bo'ladi. Ikkinchisi, resessiv gamazigota organizm. Demak, undan resessiv A geni saqlagan gameta. Bunda ham xilga olganimizda bir xil gameta hosil bo'ladi. Endi tagiga olganimizda esa bundan ham 4 ta gameta hosil bo'ladi. Chunki meyoz jarayonida har bir birlamchi jinsiy hujayra 4 ta hujayrani hosil qiladi. Keyingisi, heterozigot organizm. Xilga olganimizda bundan 2 xil, ya'ni dominant A geni saqlagan gameta va resessiv A geni saqlagan gameta hosil bo'ladi. Xilga olsa 2 xil gameta. Agar tagiga oladigan bo'lsak, baribir 4 ta gameta hosil bo'ladi. Endi qanaqa bo'ladi ular 4 ta gameta desiz? Shu 4 ta gametadan, demak, ikkitasi dominant A genini saqlagan gameta, ya'ni ikkitasi esa resessiv A genini saqlagan gameta, ya'ni teng miqdorda hosil bo'ladi. Mana buraga, ya'ni bir belgidan gameta olishni o'rganib oldik. Endi biz gameta olishni shajara usulini ko'rib chiqamiz. Shajara usulidan gameta olish. Demak, yozib olamiz ixtiyor gameta. Aytaylik, birinchisiga ikki juft belgisi bo'yicha gameta olishni ko'rib chiqaylik. Demak, umumiy holatda bundan 2 xil gameta, ya'ni gameta topish formulasi 2 ni n-si. Demak, bu formula gametalar xilini topadi. 2 bu yerda formuladagi 2, n esa heterozigot organizmlar soni. Bu yerda heterozigot organizm bitta bo'lgani uchun 2 ni birinchisi, ya'ni 2 xil gameta hosil bo'lar ekan. Demak, qanday gameta bo'ladi shajara olishda? Ko'rib chiqamiz. Demak, shajara olishda gametani genotipning oldingi qismidan boshlaymiz. Bu birinchi genotip. Bu keyingisi. Demak, birinchi belgimiz bo'yicha dominant gamazigota. Demak, undan biz bir xil gameta hosil bo'ladigan. O'sha bir xil gametani alohida qilib yozib olamiz. Faqat bir xil. Endi bu dominant gamazigotadan nechta qo'l chiqishi keyingi genni holatiga bog'liq. Demak, keyingimiz heterozigota bundan 2 xil bo'lsa, demak, bundan chiqayotgan qo'limiz ham 2 xil bo'lishi kerak. Demak, bittasiga dominant B, bittasiga resessiv B. Mana gametasi kelib chiqdi. Demak, mana bu holatda bular bitta gameta, dominant A va B gametasi. Mana bu holatda bu ikkinchi gameta, dominant A va resessiv B. Umumiy holatda 2 xil gameta hosil bo'ldi. Boshqa genotip yozamiz. Diheterozigota organizm. Demak, birinchi holatda boshqa qaraydigan bo'lsak heterozigota, ikkinchisi ham heterozigota turibdi. Demak, formula bo'yicha 2 ni ikkinchi darajasi 4 xil gameta hosil bo'lishi kerak. Genotipning birinchi qismiga qarasam 2 xil gameta chiqadi. Demak, shajaramiz boshidan 2 tarmoqqa ajralib ketadi. Dominant A bilan boshlanadigan shajara va resessiv A bilan boshlanadigan shajara. Endi bulardan nechtadan qo'l chiqishi keyingi genotipga bog'liq. Demak, heterozigota bularning har biridan 2 tadan qo'l chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demak, biriga dominant B, bunisiga resessiv, bunisiga dominant B, bunisiga resessiv. Demak, gametalarimiz 4 xil hosil bo'ldi. Mana bu holat birinchi gameta dominant A, dominant B. Bu holat ikkinchi gameta dominant A, resessiv B. Bu holat uchinchi gameta resessiv A, dominant B. To'rtinchi gametamiz resessiv A va resessiv B. Umumiy holatda 4 xil gameta hosil bo'ldi. Organizmdan gameta olib ko'ramiz. Dominant A, beta, C va D.
Umumiy geterozigota son 3 ta bo'lgani uchun 2 ni 3-ta darajasi demak 8 xil gametlar. Shajara bo'yicha tahlil qilishni boshladi. Demak, birinchi berilayotgan genimiz geterozigota, ikkinchi berilayotgan belgimiz dominant gamozigota, 3-chi va 4-chi belgilarimiz ham geterozigota. Demak, shajarani birinchi boshlab beradigan genimiz geterozigota bo'lganligi uchun ikkita tarmoqqa ajratib oldik. Dominant Ali gametalar va resessiv Ali gametalarga ajratamiz. Demak, bundan nechta qo'l chiqishi keyin genotipga bog'liq. Qarasak, bir xil. Ya'ni dominant gamozigota turibdi, bir xil gameta. Demak, bulardan bittadan qo'l chiqaramiz. Endi bundan nechtadan qo'l chiqishi keyin genotipga bog'liq. Nima geterozigota ekan, ikki xildan qo'l chiqaramiz. Undan keyingisidan nechta qo'l chiqishi bunga bog'liq. Ya'ni bu ham geterozigota ekan, bulardan ikki xildan qo'l chiqaramiz. Demak, kattada, kichkinada, kattada, kichkinada, kichkinada. Demak, gametalarni yozib chiqamiz. Birinchi gametamiz dominant A, dominant B, dominant C, dominant D. Ikkinchi gameta dominant A, dominant B, dominant C, resessiv D. Uchinchi gameta dominant A, dominant B, resessiv C, dominant D. To'rtinchi gameta dominant A, dominant B, resessiv C, resessiv D. Bu tomondagi gametalarni yozamiz. Beshinchi gameta resessiv A, dominant B, dominant C, dominant D. Oltinchi resessiv A, dominant B, dominant C, resessiv D. Yettinchi gameta resessiv A, dominant B, resessiv C, dominant D. Va 8-chi gametamiz resessiv A, dominant B, resessiv C va resessiv D. Umumiy holatda 8 xil gameta hosil bo'ldi. Bu gameta olishning shajara usuli hisoblanadi. Gameta olishning ikkinchi usuli raqamlash usuli. Raqamlash usuli. Demak, raqamlash usulida genotipdagi geterozigota belgilar, raqamlash usulida genotipdagi geterozigota belgilar orqa tarafdan oldinga qarab raqamlanadi. Oldinga qarab raqamlanadi. Masalan, orqadagi birinchi geterozigota 1 bo'lsa, undan keyin geterozigota 2, undan keyin geterozigota 4, undan keyin geterozigota 8, undan keyin geterozigota 16 va hokazo ketma-ketlikda. Misol tariqasida tushunamiz. Misol uchun digeterozigota organizm. Orqa tarafdan birinchi geterozigota shuning uchun 1 raqami bilan, undan keyin geterozigota esa 2 raqami bilan. Demak, qanday sonlar bu? Bu sonlar, demak, aytaylik dominant oldida 2 turgan. Bu 2 dominant A ga ham, resessiv A ga ham tegishli. Bu bir dominant B ga ham, resessiv B ga ham tegishli. Bu nima degani? Demak, dominant A dan 2 ta yoz, undan keyin resessiv A dan 2 ta yoz. Bu navbatni bildiradi. Ana, ikkinchi qatorda dominant B dan bitta yoz, va undan keyin resessiv B dan, yana dominant B dan, yana resessiv B dan. Demak, 4 xil gameta hosil bo'ldi. Murakkab organizm yozamiz. Heterozigota, dominant gamozigota, heterozigota, resessiv gamozigota deylik. Demak, raqamlash orqa tarafdan. Agar geterozigota bo'lmasa raqamlanmaydi. Birinchi geterozigota raqamlamaymiz, ikkinchi geterozigota. Bu ikki bunga ham, bir bunga ham tegishli. Demak, dominant A dan 2 ta yoz, undan keyin resessiv A dan 2 ta yoz. B'lar hammasida bir xil bo'lganligi uchun yozaveriladi. D dominant D dan bitta yoz, resessiv D dan bitta yoz. Dominant D va resessiv D. Hali ham bir xil bo'lganligi uchun yozaveriladi. Boshqa gamozigota resessivlikdan yoki dominantlikdan yozib ko'ramiz. Demak, resessiv gamozigota, heterozigota, heterozigota deylik. Resessiv gamozigota va yana bitta geterozigota deylik. Geterozigotalar raqamlaymiz. Birinchi geterozigota raqamlanmaydi, ikkinchisi undan keyin kelgan to'g'ri bilan belgilanadi. Ular raqamlamaymiz. Demak, birinchi 4 ta katta B yoz. Undan keyin 4 ta kichkina B. Endi oldidagi hammasi bir xil bo'lganligi uchun resessiv A bilan ifodalanadi. D dan 2 ta katta D yoz, undan keyin navbat 2 ta kichkina D ga. 2 ta katta D, undan keyin kichkina D dan 2 ta. Xalar bir xilligi uchun belgilanaveradi. Resessiv hammasiga. Oxirida dominant G dan bitta, resessiv G dan bitta, dominant G dan bitta, resessiv G dan bitta, dominant G dan bitta, resessiv G, dominant G va resessiv G. Mana shunday holatda raqamlash usulida gameta olinadi.